Diqqat, motor boshladik. Kechagidek yodimda bari armonlari qiynab o'tadi. Qaytib ketgan bahor singari yoshlik bizni tashlab ketadi. Kechagidek yodimda bari armonlari qiynab o'tadi. Qaytib ketgan bahor singari yoshlik bizni tashlab ketadi. Yoshlik, yoshlik, yoshlik bizni tashlab ketadi. Yoshlik, yoshlik, yoshlik bizni tashlab ketadi. Kimga yoqib baxt chirog'ini, kimga tutib ishq sharobini, qalbga solib so'ng firog'ini. Yoshlik bizni tashlab ketadi. Kimga yoqib baxt chirog'ini, kimga tutib ishq sharobini, qalbga solib so'ng firog'ini. Yoshlik bizni tashlab ketadi. Yoshlik, yoshlik, yoshlik bizni tashlab ketadi. Yoshlik, yoshlik, yoshlik bizni tashlab ketadi. So'zlaring gul, so'zlaring asal, go'zal bo'lgin bir go'zal. Chiroyingga bitguncha g'azal, yoshlik bizni tashlab ketadi. So'zlaring gul, so'zlaring asal, go'zal bo'lgin bir go'zal. Chiroyingga bitguncha g'azal, yoshlik bizni tashlab ketadi. Uy egilib oqaradi soch, yomon hislar yuragimdan qoch. Davr ekan do'stlar ne iloj, yoshlik bizni tashlab ketadi. Uy egilib oqaradi soch, yomon hislar yuragimdan qoch. Davr ekan do'stlar ne iloj, yoshlik bizni tashlab ketadi. Yoshlik, yoshlik, yoshlik bizni tashlab ketadi. Yoshlik, yoshlik, yoshlik bizni tashlab ketadi.
endikistudio.uz. Gullagan bog'larga qumri g'animat, dunyoda insonning umri g'animat. Mehru muhabbat bu ilohiy ne'mat. Azizlar asraylik bir-birimizni, azizlar asraylik bir-birimizni. Mehru muhabbat bu ilohiy ne'mat. Azizlar asraylik bir-birimizni, azizlar asraylik bir-birimizni. Bir shirin so'z bilan ko'ngil charog'on, bir achchiq kalima zahridan vayron. Mangu do'st emasmi insonga inson, azizlar asraylik bir-birimizni, azizlar asraylik bir-birimizni. Mangu do'st emasmi insonga inson, azizlar asraylik bir-birimizni, azizlar asraylik bir-birimizni. Ajdodlar orzusi edi, haqning xalqimizga yog'dusi edi. O'lmasa qanday kun bo'lg'usi edi. Azizlar asraylik bir-birimizni, o'lmasa qanday kun bo'lg'usi edi. Kanjonimizni sog'sin, umrimizni uzoq, rizqimizni ulug' sizlarning qonunlarimizga xayr barakat nasib qilsin. Robbana atina fid dunya hasanah va fil oxirati hasanah va qina azoban. Azizlar asraylik bir-birimizni, ey Mirzo ertani o'ylab bugundan. Azizlar asraylik bir-birimizni, 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 azizlar asraylik bir-birimizni. Ay yüzüne can bile tabandaman, Mihri revşen bir bütün tabandaman, Mihri revşen bir bütün tabandaman. Kürgeli yüzün gülistanın közüm, Zavuk birle gördüküm kurhandaman,
zavq birla gul bikin tur hamdaman. Haybu singdas bir gelin nene Hoptun ey can devleti payandama Canlı birdim bir yoli yoringda men ishqing ila ta qiyomatimdaman ishqing ila ta qiyomatimdaman Canlı berdim bir yo'la yo'lingda men ishqing ila ta qiyomatimdaman ishqing ila ta qiyomatimdaman Sine candır aşık ben veli Sen nigara kayda sen ben kaydama Sen şahanşahi zaman sen ismile Hafizi beşaredek men Yetkizganga shukr. Mana shu bundan keyin ham sizlarni shu ko'rib quvonib yuraylik. Mana shu ko'zlarimiz bilan borliklaringizni eshitib quvonib yuraylik. To'ylarga borib quvonib yuraylik. Doimo xonadonlaringizda yaxshi kunlar bo'lsin. Omadli bo'lsin. Allohning faqat tugunlaringiz yetsin, yo'llaringizni ochsin, omadlaringizni keng qilsin. Shu hozir g'ayratjon o'sha bizda endi shuncha yoshga Alloh yetkazdi, shukr. Avvalambor Allohga shukr. Bitta nima Qur'on tilovatidan ketsak-da, suralardan o'qisak-da, duo qilsak, bizni oramizdan endi o'tgan sinfdoshlarimiz borlar, hammalaringiz bilasizlar. Endi bu dunyo omonat dunyoda. Hammamizda ham boradigan joyimiz bor. Uni bo'ynimizga olishimiz kerak. Shu bilan endi yashaymiz. Boshqa uni muhokama qilinadigan narsa emas. Alloh ber hamma narsa bizni o'zimizda hech narsamiz yo'q, bilasizmi? Bizni mana qo'limizdagi nonimiz ham Xudo bergan. Umuman hamma narsa, uyimizni ham, mashinamizni ham, molimizni ham, axir jonimizni Alloh bergandan keyin boshqa hammasi shuniki bo'ladi. Shuning uchun bitta Qur'on tilovat qilsangizda keyin davom ettirsak. Billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ulaika al-basaru khasi'an wa huwa hasib
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب oshirona qilgan ibodatlarimizni ilohi dargohiga qabul maqbul ayla. O'qilgan Qur'onlarimizni ilohi dargohiga qabul maqbul ayla. Kamchiliklarini, nuqsonlarini Allohim o'zing kechirgin. Oxiratimizni obod aylagin, bolalarimizni jannatdan qilgin. Ushbu o'qilgan oyat kalamlaringdan hosil bo'lgan ajr savoblarni avvalambor seni rizoligingga, xususan payg'ambarimiz Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallamning ruh qo'llariga, ularning ahli baytlari, sahoba ikromlari, ahli oilalar ruhotlariga, jamiki o'tgan aziz avliyoy, anbiyo, pir ustozlarimizni, chahoriyor, tobiin va tabi'inlar ruhotlariga, dinimiz yo'lida xizmat qilib, dinimizni bizgacha yetkazib o'tgan olim ulamolarimizni ruhotlariga. Allohim mana shu sinfdoshlarimizni ichida Alisherjon, Ne'matjon, Sadriddin, Nozim, O'ttirjonlarning ruhotlariga boshladi. Qur'oni she'rda omin deb duoga qo'l ochib o'tirgan barcha sinfdoshlarimizni, erkak, ayol barchalarini, o'tgan yaqinlarini, ota-ona jamoatlaridan, erkaklarimizni ayol jamoatlaridan o'tgan, ayollarimizni er jamoatlaridan o'tgan barchalarning ruhotlariga bag'ishladik. Allohim barchalarni yotgan yerlarni g'aribi jannatdan qilgin, qabrlarini nurlarga to'ldirgin va qabrlarini keng qilgin. Qur'on nurlarini yoritgin. Bolalarimizni Allohim o'zing hayzi himoyangda, panohingda asragin. Farzandlarimizni, nabiralarimizni umriga, rizqiga, ilmiga, odobiga, tanijoniga xayr va barakatlaringni bergin. Allohim farzandlarimizdan biz kutgandan ortig'i bilan yaxshilik tomonini bergin. Yo Rabbim barchalarimizga tan sihatlik, sog'lik, xotirjamlikni bergin. Xonadonlarimizga qut baraka, xayr va barakatlaringni yog'dirgin. Farzandi, nabira, averalarni baxtli kamoldan ko'zimizni quvnatib, 90-100 yoshdan oshib choli kampir bo'lib yurishlarimizni nasibimiz aylagin. Allohim ana shu yerda omin deb duoga qo'l ochib o'tirganlarni barchalarini ko'ngillarida nimaiki yaxshi niyatlari bo'lsa Allohim niyatlariga erishtirgin. Ko'zlarimizni quvlantirgin. Allohim yana to omonatingga topshirishgacha yana bunacha o'tirsadan ko'pini ko'raylik. Oxiratda omonatingga topshirishdan oldin kalimamizni o'girib oxirgi so'zimiz La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb seni huzuringga yorug' yuz bilan kirib borishni, bu dunyoda seni husn jamolingni ko'rishni, payg'ambarimiz Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallamga qo'shnichilik bo'lishini nasib etsin. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا الله. Atır günün atringini soch, mayli tikan xoring bo'lay, ko'stigmasin bo'yingga deb, qilovchi zoring bo'lay, mayli bo'lay ko'zmonchag'ing, bo'yningda tumoring bo'lay,
Merak etme ketsen eğer Yo'lingda sardoring bo'lay Boring bo'lay yo'g'ing bo'lay yoningdagi yoring bo'lay Boring bo'lay yo'g'ing bo'lay yoningdagi yoring bo'lay Yig'lamagil, yig'latmagil, dunyoda yolg'iz o'tmagil. Sevdim diye kuylay yonib, hargiz meni bo'zlatmagil. Hardam yoningda o'ltiray, ket deb sira ham aytmagil. Yuzlar qiziq, ko'zlar yonib, aytgan so'zingdan qaytmagil. Bog'la bo'yningga qo'llarim, mayliga zunnoring bo'lay. Boring bo'lay yo'g'ing bo'lay yoningdagi yoring bo'lay. Boring bo'lay yo'g'ing bo'lay yoningdagi yoring bo'lay Maylini el aktarsınlar sendek güzel dünyada yok. Hoşlar kalem, gözler sözü, lebler asel dünyada yok. Sensiz cihanın özü yok. Şiir-i gazel dünyada yok. Şilgil dava bir derdige şimdi kesel dünyada yok. Dünya getin hüsnün için yalnız hardaring bo'lay. Boring bo'lay yo'g'ing bo'lay yoningdagi yoring bo'lay. Boring bo'lay yo'g'ing bo'lay yoningdagi yoring bo'lay Saçingda qasding bormidi? Canan kesibsan ostidan. Tuproqqa ketdi to'lg'ani. Gaddor qaychining dastidan. Yerlerce tekislab Ruyman ülündi üstüden. Nazik gelin oldu cüda. Kırktaki dostudan. Yerlerce tekislab Ruyman ülündi üstüden. Nazik belin buldu juda kırkta. Shu bizni yiqib nafilama jo'raramizga katta rahmat deyman. Yo'lda qayerga? Xayriddin berdi, avval bu rayonlik sababini yordam berib yordam etganda uncha bilan kelmaydigan hamma kelganiga rahmat.
hurmat qilib, joydan tanlay, mana joyingiz zo'r ekan. Endi tashqarida eshitdingizmi? Joyga bormaydi, uncha zo'r, hammamiz mana ko'nglimiz yaxshi keldi. Xudo xolasa mana hammamiz nasib bo'lsa olishga kirdik. Xudo xolasa bizga kelganda ham nasib bo'lsin, salomat bo'lsin, avvalari yo'llar. Bilishimcha hammada navbat bor. Mana hajga borib kelganlar bor, umraga borib kelganlar bor. Bormaganlarimizga bizga nasib qilsin, biz ham boraylik. Nima deymiz? Kelgan sinfdoshlarimizga salom aytasizlar. Hammani ko'rinishidan ko'rib turibmanki, hamma baxtli, yaxshi. Tushkunlikka tushgan qizlarni ham, bolalarni ham ko'rmayapman. Demak, hayotimiz yaxshi. Ozgina kamchilikka bari e'tibor bermaymiz, bo'ladi-ku. Lekin bu yoqda harakatimiz bor ekan, hammamiz sog' salomat yuribmiz. Bir xil bachchalar shunday yaxshi nima bo'lib ketgan, tanimay ham qoldim. To'g'risini aytsam, yaxshilikdan-da u. Hammalariga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelmaganlarni salom aytinglar. Menga xizmat qilmadim deydi. Bunga ko'zingiz ko'ryaptilar, mayli. Qolmaganlar uyalmasdan ko'rib, ko'rishib, maqborat. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Umarjon rahmat sizga uzoqdan kelganingizga. Rahmat hammaga. Qani endi olamiz. Muzika bilan yutqirib. Oldingi hammalaringizni ko'rganimdan yana bir bor aytaman, xursandman. Bu g'animat dunyoda borlaringizga shukur. Doimo mana shu xushchaqchaq o'ynab kulib yuringlar. Bu o'tirishlarimiz masalan juda ko'p maslahat bilan bo'lgan narsa bo'ldi. Mana eshitishimcha o'zimga ham ancha telefon bo'ldi. Endi sababi qayerga o'tiramiz, qayerga boramiz. Endi restoran ham ko'p, to'g'ri, restoranga ham borsak bo'ladi, arziydi, buxoroga borsak ham arziydi. Lekin bu yerda o'sha yerga borib kim uchun o'tiramiz degan savol bo'ladi-da. Bu yerda faqat bir-birimizni ko'rishimiz uchun shuncha joyga borishimiz kerak. Xudoyam yaqinni ko'zi agar degandek, yigitlar shu yerda ma'qul topgan ekanlar, menga любой restoran, o'sha Yevropa restoranini olib kelsangiz ham almashmayman. Shu odat holat. Batafsil sizlarni borliklaringiz bu hamma narsadan ziyoda. Xush ko'rib turganimizdan xursandman. Boyagida aytdim, doim sog' bo'linglar, sog'liqlaringizni eshitib xursand bo'laylik. Mana shunaqa o'tirishlarda qatnashib turinglar, buni ko'rib xursand bo'laylik. Nima deydi, naveralar ko'ringlar, endi biza menimcha shu naveralarga endi bu yoqqa urg'u bersak kerak. Naveralarimiz bor, ularni kamolini ko'ringlar, averalar ko'ringlar, xursand bo'lib yuringlar doim. Uni eshitib biz xursand bo'lamiz. To'ylar bo'lsin, yana to'ylaringizda, xonadonlaringizda tinchlik bo'lsin, omonlik bo'lsin. Buni eshitib biz xursand bo'laylik. Imkoniyat bo'lsa agar o'shanda sizlar bilan nima deydi-ku, shu narsaga guvoh bo'laylikda, imkoniyati bo'lsa guvoh bo'laylik. Aksiyasiya to'ylaringizga borib, borolmasak ham uzoqdan bo'lsa ham tabriklab nima deydi, xursandchilik bo'lsin, xursand bo'laylik. Shu borlaringizga shukur, yigitlar, qizlar. Bu she'rni borlar yoki Shopirda turishini qaranglar-da, mana. Ikkita prefektura shopirda ichida bitta doktor bizlarni mashinaga olib keldi. ikkita professional shopirga shopir bo'lib keladi. She'r yozgandim, o'zim yozaman, biroq she'rni ojiz bo'lsa o'zim qalamim, yot qalamga yo'qdir alamim degan she'r. Boshqa o'tibdi shuncha yillar, jo'rajonlar bormisiz?
Bobo bu bo'lishib o'g'il qiz omonmisiz? Hayotning qahramoni tarqaldik har tomonga, bahona bisyor bo'ldi vaqt topolmay salomga. İşdiye yurtmiz, chopib kelib inqillab, to'ylarda bo'lolmadik, imkon qilmay ming'illab. Bu olamda do'stlarim odamzod mehmon ekan, erta kechmi bir kuni yo'qotishlar bor ekan. Sizdan uzr so'rayman, to'ylarda bo'lolmadim, do'stimni to'yiga deb to'yona qilolmadim. Qayda bo'lmang bor bo'ling, to'ylar qiling, sog' bo'ling, Alloh umringizni bersin, dunyo turguncha turing. Eslasangizlar o'g'il olsin. Alloh rahmatiga yo'yamiz. Endi nima deymiz? Hammamiz ham boradigan joyimiz bitta. Nima deymiz? Alloh biz nimasi? Umrlarimiz uzoq bo'lsin. O'tganlarimiz yotgan joylari jannatda bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli sinfdoshlar, aziz dugonalar, mehribonlar, qadrdonlar. Xush kelibsizlar mana bugungi davramizga. Doimo shunday topchilik bersin, tinchlik bersin, yurtimizda muhabbat, mehr-muhabbatni arimasin. Doimo shunday tinchlik yig'ib turaylik. Allohim bolamamizni, farzandlarimizni, o'g'il-qizlarimizni hammasini Allohim asrasin. Menki niyat qilganimizga ma'lum niyatlarimizga erishtirsin ilohim. Faqatgina yaxshi kunlar desin. Uylarimizda, murabbarimizda to'ylar desin. Yaxshi kunlarda uchrashaylik, to'ylarda uchrashaylik doimo. Qayerda desam Allohim panoh qilsin. Safimiz nima siyraklashgan? Shu sababdan 3 ta sinfni bitta qilib o'tamiz bugun darsda. Qochib ketishlar yo'q. Bo'lmasa bitta qanaqasingizda sizdan so'zlarni eshitsakda, bilaklarni yana davramizni davom ettirsak. Assalomu alaykum, hurmatli sinfdoshlar, keldilar. Kelishimiz hammalarni ko'p xursand bo'ldim. Hammalarimiz sog' salomat bo'linglar. Endi odam qancha yoshga o'tsa, o'sha eski do'stlarni qo'msab qoladi ularga. Shunday o'sha yoshligimda eslab xursand bo'ldim, mana shu xursandchilik bardavom bo'lsin. Alloh doim sizlarni panohida asrasin. Yomon so'zlardan, yomon niyat ishlardan asrasin. Doim ishlaringizga ro'y baraka bersin. Mana shunaqa o'tirishlarimiz ko'p bo'lsin. Mehr ehtiyojlarni qancha uchrashib tursak, iloji o'sha 40 yil ko'rmagan do'stlarimiz ko'rdi, mana shu. Allohga bersin. Doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat qo'yibizga 20 yoshgacha Alloh bergan yuzi bo'lar ekan.
20 yoshgacha kelgan bu nima o'zini yutib bo'ladi. 40 yoshda 40 yoshda Alloh bergan. 60 yoshda o'zi yaratgan. Mana qarab o'tiraman. Sizlarga shunday bir odam ko'rib qo'yaylik. Sizlarda o'sha bolalikdagi bero bor. Nima? Bolalikdagi. Gunohlar qizdagi. O'sha so'zlarni davom ettirsaydi, darsga sal kechib keladigan gapni boshlaymiz. Erkinjon endi bir og'iz so'z gapirsin. Assalomu alaykum. Sinfdoshlar, bardash bo'yicha Ozurbayda 3 ta sinf yig'ilganda. Avvalo assalomu alaykum hammalaringizga. Hammani oilasi, bola chaqa, daryolar sog' salomatmi, yaxshi yuribsizlarmi? Ko'rganimdan xursandman. Safimizda kamayganlar bor, Alloh rahmat qilsin hammasini. O'rniga keyingi safar qari ardalaridan chaqirish kerak agar senga rahmat. Mana shu har safar ham jonga kirib hammani topib iloji bo'lsa hozir hammasini telefon raqamini olib qolib guruh qilibmi, telegram qilib doimiy aloqada bo'lib yana bitta bugun tanishmaganlar bo'lsa ularni ham topib keyingi safarga juda ham nur ustiga a'lo bo'ladi. Men xursandman sizlarni ko'rib turganimdan. Yo'l bir qadam ozgina kechib berdim, uzr so'rayman. Uni avvalo 12ga eshitdim, 11 dedim. Uzr so'rayman. Asosiysi sizlar bilan diydor ko'rishim. Ko'rganimdan xursandman hammalaringizga. Hammalaringizga, oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Bola chaqalaringizni, nayralarni boshiga sog' bo'linglar, uzoq umr ko'ringlar. To'y hashamlarda Alloh nasib qilsin hammamizni yana birgalikda qilmoqchi. Sinfdoshlar paloncha to'ylarda ko'p bo'lardi-da, yoshlik paytimizda qarardik. Bir to'y qilgan insonni oilasida o'sha davrasida sinfdoshlari nomidan deb tabriklab bo'lardi, havas qilardik. Xudo bizlarga ham shukrlarga yetkazsin. Mana asta-sekin topishdik. Bundan bir necha yil oldin bir marta bo'lganida ko'ngildagidek yo'q, 4 yil, 1 yil. Birinchisi 20 yil oldi. 20 yil oldi. Endi u paytda yoshligim bor edi. Xotirimdan o'ylayman, hamma pensiya biz qatorlar endi pensiyada qoldi. Hammasi bunaqasalik bo'lib, endi mehr oqibatda yana bundan ham yaxshiroq qilib, bir-biri bilan diydor ko'rishib, xabardor bo'lib, to'y hashamlarda, mana shunaqa davralarda Alloh hammamizni nasib ro'za aylasin. Xursandman hammalaringizni ko'rganimdan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Katta rahmat deyman-da. Agar shunday sa'gina bir harakat qilib qilinmasalar, tezlashtirib mana shu nima deydi, majbur qilganday bo'ldi-da o'zi. Rostdan ham doim shuni aytadi. Bu erkin bo'ya aytgan o'tirishlari u birinchisi va oxirgisi bo'lsa kerak, sinfdoshlarim deb o'ylagan. Lekin undan keyin davom etdi. Xudoga shukr. Avval rahmat sizga xayridan. Akbar hammalaringizga rahmat. Imom tashkilotchilarga. Endi sinfdoshlar, bugun hammaning ko'nglida nimadir gap bor. Shu yerga bu yerga kelishdan maqsad birinchidan sizlar bu yerga kelib, mana bu dasturxon boshiga o'tirib bir piyola choy ichib ketaylik, kiyganing yo'q hech kim. Mana sizlarga ham, sizlarda nomlaringizlarga ko'ngillardan bu yerga kelish bir mana shu sinfdoshlarni ko'rish, bir odam qancha nima bo'laversa, yoshimiz
ulg'aygan sari arpa oldinga o'ylab va mehr degan narsa ko'proq nima jo'shib bo'laveradi kundan kunga. Mehr kimga? Bola chaqaga, oilaga 1, 2, 3, 4, 5 deb ketaveramizda mana. Sandosgacha qilib o'tirmaymiz. Hamma 5 ikkinchi yo'q. Diktorlar tekshirildi, hammaga 5 tup. Faqat izohlab beringlar bo'ldi. So'zga Akbar Sovet strategiyasi bo'yicha siz tomonidan boshlanib, sizlar gapirib aylanib keladi. Nima qilsa, aytgandan keyin hammamiz Xudoga shukr mana kelganlar mas'ullarni kelganlar huzurini aytganmiz. Nima deymiz buni boshqa? Hammasi sog' salomat bir yilda yaxshi qolsizlarmi? Bola chaqalaringiz yaxshimi? Yurishga bular tashkillashtirgan ekan. Bir-birimizni ko'rib turibmiz. Shunaqa yoshlarga mana ko'pga yetkazsin. Doim dasturxonlarimiz doim shunday ochiq bo'lsin. Bizdan hayratlansin. Nasib qilsa Xudo xolasa 70 yillikka ham 80 yillikka shunday bitiraylik, ko'payishni iloji. Tashkil qilganlarga katta rahmat. Hammalar sog' bo'linglar. Nima niyat qilsangiz hammangiz niyatingizga yetadi. rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hammalarga Allohning rahmati, barokatlari, yaxshiliklari, tinchlik, xotirjamligi, osoyishtaligi. Mana shu kunlaringizga Allohga behisob beadad shukronalar. Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ko'p salomlar va salomlar bersin. Allohning ko'pga bersin, ko'p taqoda hammalarga bersin. Ko'p nasrasi, ko'p taqoda hammalarga nasrasi. Bizga tinchlik, osoyishtalik, oylarimizga tinchlik, xotirjamlik, hammalarga nasib qiladi. Allohning xayr va barakatlar bersin. Mana shunda davlatimizda bo'lmagan sinflarimizni hammasini Alloh o'zi rahmatga olsin. Og'ir kasalliklardan Allohning o'zi asrasin. Mana shu kunlarga yetgan Allohga behisob beadad shukronlar bo'lsin. Mana shu kunlarni tashkil qilishga qo'shilgan sizlardan Alloh rozi bo'lsin hammasiga. Bu o'tirishlarni bundan keyin uzoq davom ettirishimiz kerak, to'xtatib qo'ymasligimiz kerak. O'zi Alloh istagini qilib bergan. Uni xayrda, barakatli qilish kerak. Mana shuncha vaqt o'tib ketdi. Yaxshi kunlar bo'lganidan keyin ham farzandlarimizda uylari bormi, yaxshi kunlar bormi? Telefon shafqat bildirishni, diydorlashishni davom nasib qilsin. Hammalaringizga sog'lik, kuch-quvvat, oilaringizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Hamisha sog' bo'linglar. Shuni tashkil qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Doim sog' bo'linglar. Bunaqa o'tirishlarimiz ko'p bo'lsin. Hammamizni umrimiz uzun, rizqimiz butun, tani jonimiz sog' bo'lsin. Hamma xonadoniga tinch bo'lsin, sog' bo'lsin. Bunaqa o'tirishlarimiz ko'p bo'lsin. Hammamizni o'tirgan o'rnimiz yo'qolmasin. Doim tinchlik, sog'lik bo'lsin. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli sinfdoshlar. Mana bu o'tirishimizdan maqsad hammalaringizni kuzattirganimdan xursandman. Hammamiz ana shunday yaxshi kunlaringizda uchrashaylik. Farzandlaringiz boshiga sog' bo'linglar. Rahmat.
gaplashib, didorlashib turaylik. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlarim, mehribonlarim. Doim sizlarni shunday ko'rganimdan xursandman. Mana shu avvalambor davran tashkil qilgan sinfdoshimiz Akmal, Avaz va Xayruddinga katta rahmat. Doim mana shunday yaxshi kunlar bo'lsin. Xonadonlarimizda hamisha o'yin kulgi bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin doimo. Kim nima orzu niyat qilgan bo'lsa, ilohim orzu niyatlaringizga yetib yuringlar. Mana yaxshi qildingizlar. Shu qachondan beri bir-birimizni ko'rganimiz yo'q. Masalan, bitta shaharda Zarafshonimizda nima bilan yashasak ham, Umar bilan yashasak ham, Saidovlar bilan yashasak ham, bir-birimiz Zavqidov bilan yashasak ham, bir-birimizni ko'rmaymiz. Doimo yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, xonadonimizda doimo yaxshi kunlar bo'lsin. Hammalaringiz topganlaringiz yaxshi kunlarga kelib bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmaylar. Farzandlaringiz, navralaringiz doimo sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Shunday yaxshi kunlarda, yaxshi kunlardan shunday didor qilib turganimizda doimo sog' bo'linglar, salomat Do'stlar, sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Mana shu yoshda sochlarimizga oq qoragan, 60 ni qarshilagan paytimizda ana shunday o'tirish bizlar uchun baxt. Sizlarni ko'rib o'tirish ham men uchun baxt. Hammalaring doimo sog' salomat bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar. Hammalaringiz uylaringizda yaxshi kunlar bo'lsin. Biz ham mana shu yaxshi kunlarda sizlar bilan birga bo'laylik. Nevaralarimizni katta qilishda, ularni tarbiyalashda ana shunday bizga Allohim kuch-quvvat bersin. Hammalaring sog' salomat bo'linglar. Sizlarga bitta she'rim bor, bir ozroq. Ana kalkulyatlayapti bular. O'zbekiston pul ishlayman Qilar edik darslarni birga. Kutar edik tanaffuslarni. Sog'indim-ku, aziz do'stlarim. Omonmisiz barchalaringiz. Rahmat hammalaringizga. Assalomu alaykum, hurmatli sinfdoshlar. Xush kelibsizlar. Tashkil qilganlar uchun ming rahmat. Bu o'tirishlarimizda hamisha yana shunday o'tirish nasib aylasin. Yurtimiz tinch bo'lsin, o'tganlarimiz, sinfdoshlarimizni arvohlari shod bo'lsin, o'tgan joylari jannatda bo'lsin. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Sog' bo'linglar, bolachonlar, xush kelibsizlar. Sababi hamma 60 yoshda 60 yoshga kirdi, 66-yil bo'yiga 60 yosh bo'ladi. Shuning uchun bizlar tashkilotda 60 yoshlik da'vat qilamiz. 60 yosh yubileyda. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, hammalaringizga 65 yoshda 65 yoshingizda yana to'yda bo'lishni nasib etsin. 65 yoshda. Hammalaringizga rahmat kelasiz, hurmat qilib kelasiz, rahmat. Qancha o'tirishni ko'proq qilaylik. Bu dunyo hamma mehmon, ertadan hech kim bilmaydi. Shuning uchun nasib bo'lsa 65 yoshda yana bir tashrif qilib o'tiraylik. O'tib turaylik. Hammalarni xonadonlarimizga, oilalarimizga tinchlik, sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat. Assalomu alaykum do'stlar. Hammalaringizga minnatli rahmat. Ana shu ishlar tashkil qilganlar uchun doim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Topganlar yaxshilarga, farzandlarga, navralarga baxtiyor, sog'lom bo'linglar. Nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsa, hammalarimiz o'sha niyatlarimizga yetinglar. Doim o'yingiz bo'lsa, bu o'tirishlarimiz bardavom bo'lsin. Topgan yaxshi kunlar, navralar to'yga, avralar nasib bo'lsa, demak bo'lib qoladi. Ularning to'ylariga Xudo hammamizni yetkazsin, birga o'tiraylik. O'ylangancha xizmat qilaylik. Rahmat. Tashkilotchilarga rahmat. Mana shunaqa o'tirishlarimiz ko'proq bo'lsin.
Hammani uyida to'y bo'lsin, yaxshi kun bo'lsin, davralarimiz ko'paysin. 70ga, 80ga, 90ga, 100larga kirib pensiyalarni olib, xursand bo'lib yuringlar hammalaringiz. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Uzoq umr ko'ringlar. Nimaki niyatlaringiz bo'lsa, Xudo taolo niyatlaringizga yetkazsin. Qo'llarni huzurni ko'ringlar. O'tishlarimiz ko'p bo'lsin. Sog' bo'linglar hammalaringiz. Assalomu alaykum, hurmatli sinfdoshlar, qizlarimiz, yigitlar. Bu o'tirishni tashkil qilganlarga rahmat, xayriyalar, inomlar, Ahmad. Hammalaringizga rahmat, o'tirishni tashkil qilganlar uchun. Didor g'animat. Ana mana shunday shukrlar bitiraman deb nima qilganim yo'q, mana Buxorodan telefon bilan keldik. Hammamiz navara, avara, chevaralarni to'yini ko'rish nasib qilsin hammamizga. Ana buni havas etganlarga o'xshab 65 yoshligida ham birga shunday bundan ham ko'payishib kutib olaylik. Bundan ham katta davrada o'tiraylik hammamiz. Hammalarimizni xonadonimizda yaxshi to'ylar bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum sinfdoshlar, do'stlar. Mana bugungi yaxshi kunlar bilan tabriklayman hammalaringizni. Doim sog' bo'linglar. Buni qarasam, bari hamma pensiya. Nasib bo'lsa 5-yilda bizga pensiya, 12-yilda pensiyani nishonlaymiz. Hammalaringizga xabar shu. Bizni o'yiga nasib bo'lsa, halisa 60 yil nishonlaymiz. Hammalaringizga xabar shu. Sog' bo'linglar, baraka hammamiz tashkilot qilaylikmi? Xudoimiz sabr. She'rni berishga joy emas, qandaylar yaxshi davr bo'lyapti. Hammamiz barachamiz o'shiga navbatimizni ishlaymiz. Mana doktor boshlarida hammasiga shukur deb, mana davraga eshityapti, sharafim shu. Qani shu. shukur yo'q. Ana qor bilan yesa men ko'l bilaman. Sog' bo'ling. Mayli, ko'z beringlar, rahmat. Hammadan xizmat qilaman. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Eng yomon shunday bo'lsin. Ko'p kishi gapirdi, kim-kimdan so'rasam, mani ko'zim xirra desam, ko'zim ochiqlayapti, tonimayapti, bir kim desam, ko'zi ochiqlayapti, yonimda turgan. Shu uchun bilan o'tirishni paytlarida yana bir taklif bor, bir sinfdoshlar gruppasi qilib ochib qo'ysa, hamma xabardor bo'ladi, hamma narsa. To'y ma'lumot.
ishlarimiz hamisha bardavom bo'lsin. Sinfdoshlar, do'stlar, doim mana shunday uchrashib turaylik. Farzandlarimiz, nabirlarimiz sog' salomat bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin. Hamisha shunday yaxshi kunlarda, o'tirishlarda ko'rishib, ilonlashib yuraylik. Salomat bo'linglar. Tashkilotchilarga rahmat. Baraka topinglar. Hurmatli sinfdoshlar, avvalambor Sadr Akmal jo'ramga mana shu o'tirish tashkillashtirgan jo'rada hammalariga rahmat. Mana kerak to'ylar qilganimizdan shu sababchi o'zi. Birinchi fikr Akmaldan chiqdi, Sadrdan. Rahmat do'stim. Alohida rahmat Akmaljon. Ana yaxshi o'tirishlarni sal ko'paytirib, endi 15 yosh emas, 11 yoshda bo'ladi, 62 yoshda bo'ladi. Shöyle böyle, ana shu o'tiraylik, sinfdoshlar. Mana to'g'risi, hamma o'zgarganlar, o'zgarib qo'yaylik. Sinfdan tashqari gapirmasin. Ko'proq o'tiraylik. Ana hammalarga katta rahmat. Farzandlarni nabirlarimiz yomon sog' bo'laylik. Doim hammamiz yaxshi kun o'tiraylik. Yomon bo'lmaydi. Katta rahmat ularga. Telefondan yashamasin, telefondan qo'yman. Assalomu alaykum sinfdoshlar. Mana sayr o'rnak bo'lib, mana tashrif qilyapmiz. Mana kishalarimiz bilan sog' salomat beraylik. Topgan kunni yaxshi kunni o'tiraylik mana. Assalomu alaykum. Bunaqa o'tirishlar hamisha bardavom bo'lsin. Mana bizlarning oramizda domla mikrofon bering. Do'stlarimiz bilan oxiratlari bunaqa o'tirishlar hamisha bardavom bo'lsin. Alloh yaxshi qilib, dinor aymas shunday Alloh yaxshi Assalomu alaykum. Mana bu maktabdan farzandlarni, nabiralarni baxti kamolini ko'ringlar. Xudoim xohlasa yaxshi kunni uchrashib ko'rishsin. Rahmat. Başarılı yaptığımız koşularımız Almanya, Jobatlısı, baş dostluğumuz abadiyisi, Ümitkan sözlerim buraya, Ufrar şolmusu. Almanya değilsin, bunaqa o'tirishdan ko'proq bilaversin. Bola chaqa, navaralarimizni nasib bo'lsa, shu 100 yoshda ham shu yerda o'tirib, bir-birimizni tabriklaymiz. So'z berganlarga hammalariga rahmat. Assalomu alaykum. Davranın tashkil qilgan insonlar mingdan Keyin o'tirishlar ham ko'p cho'zib ketmasin, yaqinroq bo'lsin. Ammo ko'payishmaydi, kamayishmaydi. Ho'p bo'lish hamon gap. Muyassar bo'lsin, navorlar o'zini ko'rish hammasiga nasib bo'ladi. Rahmat, ishga rahmat. Huzurni ko'ringlar. Kasallikmang, o'tganlarni Alloh rahmatiga qo'yaman. Doim mana shunday o'yin kulgi bilan o'tirish hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum, avvalambor sinfdoshlar. Hammalarga rahmatlarni tashkillashtirib kelganimiz uchun mana bu yo'limiz xayri. Akmal, shular hammasiga rahmat.
Hamisha o'tirsin, o'zlaringiz hamisha abadiy bo'lsin. Hammamiz topganmiz, shunday kuylaymiz. Yuz yoshlik bilan yuzalib, shunga qilib Hayır endi aziz maktabim, hayır endi sinfdoshlarim, ilmi ma'rifatni menga o'rgatgan, hayır endi jon ustozlarim, qanot berding maktabim menga, yuksaklarga parvoz etsin deb, ilm berding menga maktabim, vataniga sodiq bo'lsin deb, bag'ringda men o'sib ulg'aydim, kuchga to'ldim, ilmni bo'ldim. Endi menga o'q o'rtilagin, yuksaklarga noming ko'targin, eshigingdan chopqillab kirgan, ulg'ayibdi jaji bolalar. Eshigingdan chopqillab kirgan, ulg'ayibdi jaji bolalar. Bugun senga ta'zim aylab, katta hayot sari yo'l olar. Hayır endi go'zal maktabim, toshib oqqan mehr daryosi. Hayır endi jon ustozlarim, ilmi ma'rifatni so'lmas dunyosi. Deb o'ylashimdan Navoiyda o'rta maktab tarbiyalandim. Birinchi A, B, birinchi A, B sinfda o'qiydi. Şakılarım kayalına
Sen kança bulursan naz, periler kılın pervaz. Köngül bular bahar yaz, oynan oynan lezgiye. Şertmez artıkça perdaz, yalan emez bu izaz. Den gelmedi hiçbir saz, oynan oynan lezgiye. Oynan oynan lezgiye, oynap duyman lezgiye. Ala gözü boy boy, kara gözü boy boy. Ala gözü boy boy boy, kara gözü boy boy. Açılası sonluysuz, içem hazan bulmuysuz. Tıngatkenin oynuysuz, oynan oynan lezgiye. Çalın sendek durmuysuz, oynap sıra duymuysuz. Yana çalda koymuysuz, oynan lezgiye, oynan. Oynan oynan lezgiye, oynap duyman lezgiye. Ala gözü boy boy, kara gözü boy boy. Ala gözü boy boy boy, kara gözü boy ha. Harbide ayakınız, kar sürüp parmakınız. Doymadı kulakınız, oynan oynan lezgiye. Kalmaz ilmeğiniz, ey canı kıynağınız. Kalar oynağınız, oynan oynan lezgiye. Oynan oynan lezgiye, oynap doyman lezgiye. Ala gözü boy boy, kara gözü boy boy. Ala gözü boy boy boy, kara gözü boy ha. Bir kayma koyunlu, kana görsen boyunlu. Aşk taşa oyunlu, oynan oynan lezgiye. Çaylatıp şad etip, güzellik dünya etip. Oyna bizim alt etip, oynan oynan lezgiye. Oyna oyna lezgiye, oynap duyma lezgiye. Ala gözü boy boy, kara gözü boy boy. Ala gözü boy boy boy, kara gözü boy boy. Ha! Çıkın biraz güneyden, derli aksın bilekten.
daryodek chayqalib daryodek toshib tufondek to'xtamay umr o'tkazdik daryodek chayqalib daryodek toshib tufondek to'xtamay umr o'tkazdik izzat ilinjiga mansab talashib mehnatdan bo'shamay umr o'tkazdik izzat ilinjiga mansab talashib mehnatdan bo'shamay umr o'tkazdik topganimiz go'zal qizlar nigohi qilgan hadiyamizni bo'lmay aslo adog'i onai zorimiz qabriga gohi bitta gul to'shamay umr o'tkazdik otai zorimiz qabriga gohi bitta gul to'shamay umr o'tkazdik sevganni siylash qo'ldan kelmadi sevmasga suykanib ko'ngil to'lmadi do'st holin so'rashga fursat bo'lmadi yo'qladik yo'qlamay umr o'tkazdik do'st holin so'rashga fursat bo'lmadi yo'qladik yo'qlamay umr o'tkazdik kimgadir ilinib oltin devorni kimdandir qizg'anib qishda ham qorni kimgadir ilinib oltin devorni kimdandir qizg'anib qishda ham qorni qanotiga kirib xudo bezorni g'aflatdan bo'shamay umr o'tkazdik qanotiga kirib xudo bezorni g'aflatdan bo'shamay umr o'tkazdik iblisni ilm deb qushdi gohida arshda arg'unchoq ushdi gohida shayton bilan sharob ichdi gohida nochorni qo'llamay umr o'tkazdik shayton bilan sharob ichdi gohida nochorni qo'llamay umr o'tkazdik o'zdan o'tganda o'zimiz ogoh 2 yelkamiz bir dunyo gunoh o'zdan o'tganda o'zimiz ogoh 2 yelkamiz bir dunyo gunoh nasib etarmi odamday o'lmoq uyladik uylamay umr o'tkazdik nasib etarmi odamday o'lmoq uyladik uylamay umr o'tkazdik onai zorimiz qabriga gohi bitta gul to'shamay umr o'tkazdik
Otayi zorimiz qabriga gohi bitta gul to'shamay umr o'tkazdi. Qalblarga yetib borgan nola bo'lib qolsaydim, yana o'sha beg'ubor bola bo'lib qolsaydim. Hamma joyim loy qilib, tayoqlardan toy qilib, kulchanondan oy qilib bola bo'lib qolsaydim. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim bola bo'lib qolsaydim. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim bola bo'lib qolsaydim. Erkalab suygan, otam opchilab yurgan, endi 6ga kirgan bola bo'lib qolsaydim. Hech bitmas dunyo g'ami, kim musofir yurtdami, sinfdoshlar esdami bola bo'lib qolsaydim. Bezdim dunyo ishidan, ham yolg'onchi kishidan, charchadim tashvishidan bola bo'lib qolsaydim. Eng go'zal dam yoshligim, sho'xligu beboshligim, qayda qalam qoshligim bola bo'lib qolsaydim. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim bola bo'lib qolsaydim. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim bola bo'lib qolsaydim. Hammalarga kelganlar uchun rahmat, xush ko'rdik. Mana dasturxon haqqi hurmati duo qilamiz. Ishi bo'llar ketadi, ishi yo'qlar o'tiraveradi bemalol. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa jalana minal muslimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربim, yaratganingga, bergan rizq nasibangga, umringga yetkazganingga, mana shu daqiqalargacha sinfdoshlarimdan diydor ko'rsatganingga shukronalar. O'zingga behisob hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga
bizga durum salom va salomlar bo'lsin. Alhamdulillahillazi yatamani va samani va jalali minal muslimin. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar. Bo'lmasa o'zim aytaman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يا رب ushbu jamoatga kelganlaringdan hosil bo'lgan ajr savoblarni avvalambor sening rizoligingga, xususan payg'ambarimiz Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallamning ruhlariga, barcha o'tgan mo'min musulmonlarni, yurtimizdan, diyorimizdan o'tgan jamiki mo'min musulmonlarni, ana shu yerda amin deb duoga qo'l o'tirgan barcha do'stlarimizni, ota-ona jamoatlardan barcha yaqinlarni ro'yxatlangan, mana shu qabristonda yotgan barcha mo'min musulmonlarni, marhumlarni ro'yxatlarga boshladi. Allohim barchalarni yotgan yerlarini g'arib jannatdan qilgin. Qabrlarni nurlarga to'ldirgin va qabrlarni keng qilgin. Qur'on nurlarini yoritgin. Ya Rabbim, qo'llarimizni Allohim o'zing hayzi himoyingda, panohingda asragin. Farzand nabira amirlarimizni Allohim ko'zingizda quvonch qilgin. Ya Rabbim. ربنا